Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Ukrainaning Strana agentligining axborotiga ko'ra 8-noyabr kuni Rossiyaning Kinjal gipertovushli raketalar orqali yo'llagan zarbalardan keyin butun Ukrainadagi issiqlik energiya stansiyalari o'z faoliyatini to'xtatdi va Ukrainaning Kharkiv, Poltava, shuningdek Kiyev viloyatlari elektr energiyasidan butunlay uzilib qoldi. Kiyevning Center Energo kompaniyasining ma'lum qilishicha, Rossiyaning 8-noyabr kungi zarbalari faqat elektr stansiyalariga qaratildi va ular Ukraina hududida joylashgan barcha issiqlik energiya stansiyalarini vayron qildi. Interfax agentligiga Belgorod viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkovning bildirishicha, Rossiyaning 8-noyabr kuni Ukrainaning energiya obyektlariga yo'llagan zarbasi Kiyevning hujumlariga javob edi. Negaki Ukraina havo kuchlari 8-noyabr kuni erta tongda Belgorod viloyatidagi energiya tizimiga hujum qilib, Belgorod viloyatida istiqomat qiluvchi 20 ming nafardan ortiq aholini elektr energiyasidan vaqtincha uzilib qolishiga sabab bo'lgan edi. Endi frontdagi vaziyat haqida qisqacha so'z yuritamiz. RIA agentligining Rossiya mudofaa vazirligiga tayanib ma'lum qilishicha, 8-noyabr kuni Rossiya qurolli kuchlari tarkibidagi sharq bo'linmasi Dnipropetrovsk viloyatidagi Volchaya qishlog'ini o'z qo'liga oldi va Ukrainaning barcha frontlardagi bir kunlik yo'qotishlari 1330 nafar askarni tashkil qildi. Endi Belgiyani o'z fuqarolarini ko'ngilli sifatida armiyaga yozilishga taklif etganiga oid axborotga o'tamiz. E'tiborli bo'ling. Belga agentligining axborotiga ko'ra, Belgiya mudofaa vazirligi 8-noyabr kuni o'zini 17 yoshga to'lgan 149 mingdan ortiq erkak jinsiga mansub fuqarosiga qurolli kuchlar safida ko'ngilli sifatida xizmat qilishni taklif etib, maxsus maktub yo'llagan. Belga agentligiga ko'ra, fuqarolarni harbiy xizmatga taklif qilish borasida amalga oshirilgan bu harakat Belgiya tarixida yangilik sanaladi va ilgari hukumat bir marta ham fuqarolarni armiyaga taklif qilgan emas. Belga agentligining mudofaa vazirligining mazkur harakatiga izoh berishicha, Belgiya hukumati o'z hududiga turli tomondan kirib kelayotgan dronlar sababli katta urushga tayyorgarlik ko'rmoqda va u faqat NATOning armiyasiga ishonib qolmoqchi emas. Unutganlar uchun shu yerda eslatma. Sal oldinroq Belgiya mudofaa vaziri Theo Franken Moskvani xaritadan o'chirib tashlash bilan tahdid qilgan edi. Endi Ukrainani Qo'shma Shtatlar bilan imzolagan Makronni tili bilan aytganda qo'shtirnoq ichidagi do'stona shartnomasiga to'xtalamiz. Diqqat bilan eshiting. Union agentligining axborotiga ko'ra, Kiyev Washington bilan uzoq muddatli, aniqrog'i 2050-yilgacha Amerika Qo'shma Shtatlaridan suyultirilgan gaz sotib olish to'g'risidagi shartnomaga imzo chekdi va endi Ukraina suyultirilgan gazni Qo'shma Shtatlardan Makron aytganiday 4 marta qimmat narxda sotib oladi. Eslatib o'tamiz, Bayden Oq uyda sharpalar bilan o'ynab yurgan paytda Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Rossiya gaziga qo'yilgan sanksiyalar urg'u berib, biz hozir gazni Rossiyanikidan 4 marta qimmat narxda sotib olmoqdamiz va bu Amerikacha qo'shtirnoq ichidagi do'stlik deb ataladi degandi. Dunyo guvoh bo'layotganday, Ukraina ham bundan keyin xuddi Makron ta'riflaganday 2050-yilgacha Qo'shma Shtatlardan juda qimmat narxda gaz sotib olishga majbur bo'ladi va Kiyevni bu botqoqlikka Ukraina fuqarosi Vladimir Zelenskiy boshladi. Endi Ursula von der Leyen Rossiya aktivlarini musodara qilishga urinishiga Slovakiyani ham taqiq qo'ygani bilan bog'liq xabarga yuzlanamiz. Slovakiyaning Pravda agentligining axborotiga ko'ra, mamlakat bosh vaziri Robert Fico 8-noyabr kuni Yevrokomissiyaning Rossiyani muzlatilgan aktivlari bo'yicha qaroriga blok qo'ygan va Slovakiya bu boradagi Belgiyaning harakatini qo'llab-quvvatlagan. Pravda agentligiga ko'ra, Ursula von der Leyen Belgiya hukumati bilan Moskvani muzlatilgan aktivlariga egalik qilish masalasida kelishuvga erisholmagan va ayni paytda bu harakatga Belgiya va Slovakiya qarshilik qilmoqda. Shunday ekan, Ursula von der Leyen bundan keyin Kiyevga homiylik qilish uchun pulni boshqa joydan izlash kerak bo'ladi.
Endi Zelenskiyning yangi boshpanasi haqidagi kutilmagan ma'lumotga to'xtalamiz. Pentagonning sobiq maslahatchisi Douglas Macgregorning Fox News agentligiga bergan intervyusida bayon qilishicha, Vladimirlarning kenjasi Ukrainani tashlab Polshaga qochish rejasi ustida ish boshladi va uning rejasi tinchlik shartnomasi imzolanishi bilan ishga tushadi. Voqealar rivojini birgalikda